Ko'zingni och. Og'abek, senga nima bo'ldi? Og'abek, ko'zingni och. Gapir. Og'abek, o'rtoq yaxshimisan? Menga nima bo'ldi? Ko'chada hushingdan ketib yiqilding. Nimaga bunday bo'ldi? Doktor senga nimalar dedi? Bizga to'g'risini ayt. Bu kasalliging oddiy shamollashga o'xshamayapti. Doktor aytdiki, o'tgan yilgi avariyadan keyin menda xotira susayishi boshlangan emish. Agar buning oldini olib operatsiya qilmasak, natijasi o'lim bo'lishi mumkin emish. Nima? O'lim? Menga qara. Nima? Bu sening navbatdagi hazilingmi? Behruz, nimalar deyapsan? Bo'ldi qilgin. Ha nima? Aldayapti-ku bu. Shunga ishonasanmi? Men aldaganim yo'q. Men aytayotgan gaplaringga baribir ishonmayman. O'larmish. Hoy, haddingdan oshma. Men aldayotganim yo'q. Unda aytgan gaplaring rost chiqsin-da, ertaroq dunyoga ravona bo'lgin. Behruz, nimalar deyapsan? Jim bo'lib joyingga o'tirgin. Og'abek, sen hozir xavotir olma. Shifokorlar aytaveradi. Sen hozir yaxshilab yotib damingni ol. Biz yana sen bilan ertaga shifokor oldiga borib kelamiz. Qani yot. Man